barcha shahar va tumanlarida o'tkazildi. Salomat Rajabov, Mansur Bo'riyev, Xorazm yoshlar. Toshkent davlat stomatologiya instituti tomonidan birinchi kursga qabul qilingan talabalarning tantanali qasamyodiga bag'ishlangan ma'naviy ma'rifiy tadbir o'tkazildi. Bu haqda muxbirimiz xabar beradi. Toshkent davlat stomatologiya institutida hozirgi kunda 3 ta fakultet faoliyat ko'rsatmoqda. Ularda 2000 dan ziyod talaba tahsil olyapti. Talaba yoshlarga 200 ga yaqin professor o'qituvchi ta'lim bermoqda. Institutda mutaxassislarni xalqaro talablar va standartlar asosida tayyorlashni yanada takomillashtirish, ta'lim jarayonini tashkil qilishning zamonaviy talablarga mos keladigan o'quv va moddiy texnik bazani mustahkamlash, nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash borasida bir qator ishlar olib borilmoqda. Xususan, talabalarni jahon darajasida ta'lim olishlarini yo'lga qo'yish uchun hukumatimiz topshirig'i bilan stomatologiya sohasi yuqori rivojlangan xorij davlatlari, Koreya, Yaponiya, Germaniya, Belgiya kabi, Niderlandiya kabi davlatlarni demak shu o'quv dasturlari, darsliklari tahlil qilindi va talabalarimizni ta'lim olishlari uchun o'zimizning demak ta'lim dasturlarimiz va o'quv uslubiy majmualar yaratildi va yuqori kurslar uchun ham yaratilib kelinmoqda. Demak, bugungi kundagi birinchi kurs talabalarimiz shu yangilangan o'quv uslubiy majmualar, o'quv dasturlari asosida ta'lim olishni boshladi. ma'naviy ma'rifiy tadbirda joriy yilgi test sinovlaridan muvaffaqiyatli o'tib, ushbu oliy ta'lim muassasasiga qabul qilingan 190 nafar talaba ilm sirlarini puxta egallab, kelajakda el salomatligi yo'lida fidokorona mehnat qilishga tantanali ravishda qasamyod qildi. Men O'zbekistonning eng baxtli yoshlaridan biriman. Chunki bu yil O'rta Osiyoda yagona bo'lgan Toshkent davlat stomatologiya institutining talabasi bo'lish baxtiga muyassar bo'ldim. Bugun bizning oliygohimiz birinchi bosqich talabalari hayotida muhim kun. Chunki biz shifokorlar safiga kirganimizni bildiruvchi qasamyod anjumaniga yig'ilganmiz. Kelajakda ota-onamga, ustozlarimga, xalqimga, vatanimga yaxshi o'qishga va yaxshi mutaxassis bo'lishga va'da beraman. Tadbir yakunida jamoat ishlarida faol bo'lgan bir guruh o'qituvchi va talabalarga diplom va esdalik sovg'alari topshirildi. Laylo Hasan va Bobur Nurmatov yoshlar. Ruminiya poytaxti